Bizning naqshimiz tugamas naqsha. Bizning naqshimiz uzilmas naqsha. Bizning naqshimiz ko'milmas naqsha. Bizning naqshimiz yangroq naqsha. Bizning naqshimiz umidvor naqsha. Bizning naqshimiz shodimon naqsha. Bizning naqshimiz vatan naqshisi. Bizning naqshimiz baxt naqshisi. Bizning naqshimiz oyan naqshisi. Xo'sh, undaqda endi biz bugungi hit bazmimizga mamlakat ichi shundoqla dunyo sahnalarida shuhrat qozongan yuqori ovozli naqshchi Dilbar Yunus xonimni taklif qilsak qandoq? Bu nihoyatda yaxshi taklif bo'pti. Bugünkidek müşundaq qo'sh-qo'shalliq ayam kunida Dilbar Yunus xonimning naqsini anglash biz uchun haqiqatan sharaf. Uning naqsini bizlar emas, butun dunyo xalqi yoqtirib anglaydi. me.